Assalomu alaykum, Gulmiraxon. Avvalambor Termiz shahrida tashrif buyurganingizdan judayam boshimiz ko'kka yetdi. Chunki biz yangi ilmlarga muhtoj edik. Biz sizni klinikaga judayam yangi texnikalarni olib kelishingizni ko'p kuzatamiz, boramiz, o'qiymiz va Termiz shahrida judayam ko'p qizlar tez-tez borish imkoniyati yo'q edi. Boramiz, tez-tez borish imkoniyati yo'q edi. Kecha mana keldingiz. Qizlar juda olov. Bizlarda mana shu ko'z atrofida rosa muammo ko'p. Nasa слез, nasa gubka, brilya, височный час. Mana shu joylarda qizlarimizda, ayollarimizda muammo ko'p, lekin uni fillerlar bilan to'ldirishyapti va bu kelajakda o'zini asoratini ko'rsatyapti. Sizni texnikalaringizda yuz anatomiyasini tozalab, ertaga uni yana surdirish kerak emas bo'lgan yo'llar bilan ko'rsatyapsiz, ya'ni tabiiylikni ushlab qolib va o'sha preparatlar ertaga asoratsiz, faqatgina uni foydasiga va tabiiy uslubda ishlash yo'llarini ko'rsatdingiz va bundan biz juda ham xursand bo'ldik. Mana shu haqida ozgina yoritib bersangiz. Vaalaykum assalom. Men judayam xursandman. Biz EB Cosmetics kompaniya va komandasi bilan keldik. Haqiqatan o'zingiz bilasiz, EB Cosmetics kompaniya O'zbekistonda judayam mashhur. Nima bilan mashhur? Preparatlarimiz, во-первых, sertifikatga ega. Во-вторых, har bitta protokol bizni напрямую o'zini davlatiga borib, o'sha protokollarni olib kelamiz. Bu narsa Bu juda muhim. Bu juda ham muhim narsa. Chunki preparat yuqori sifatli bo'lsagina siz o'sha xohlagan rejani, xohlagan rezultatni yuzda o'sha siz aytgan hamma zonalarda, nozik zonalarda chiqarishga yordam berasiz. Avvalambor bizani patsientlarda haqiqatan nojo'ya ta'sirlar ko'p. Fillerlar o'ziga yarasha suv yig'ilishi yoki отек berishi juda ham ko'p keladi va uni biza haqiqatan yo'q qilish uchun eritishimiz kerak. Но правильный подобранный, то есть to'g'ri tanlangan preparat, to'g'ri tanlangan unga protokol va to'g'ri tanlagan patsient eng muhim narsa. Bizani kompaniya в основном butun kosmetologlarni, butun dermatologlarni, конечно, обучениеga ham yuboradi. Bilasiz, kompaniya EB Cosmetics har yili katta impakam o'tkazadi. O'sha yerdagi protokollarni mana har bitta viloyatga biz ham olib chiqamiz. Bizani master-klasslar ko'rgan bo'lsangiz, в основном постановка rukidan iborat. То есть mahsulotni biz keldik, tushuntirdik, lekin uni imенно qanaqa usulda qilinishini bizga ko'rsatib berish juda ham muhim. Qizlaringiz haqiqatan hammasi chaqqon, hammasi yaxshi, qo'li ham zo'r kelishgan, faqat har bitta preparatga nozik o'zini правильный texnikada qilinsa, o'shanda ishlab beradi. Bugungi kunda ko'ryapsiz, в основном отечный tip juda ham ko'p. Siz so'ragan adiposkulturirование ham bu viloyatda ham mana o'zingiz ham bir necha oydan beri qilyapsiz bu protsedurani ko'rdingiz. Ham отеклari ketyapti, ham tayyorlanadi keyingi protseduralarga. Siz aytgan mana bu ko'z ostidagi problema в основном hammani talabi shu, ko'zimni tagini to'ldirib bering deydi. No filler bilan bu katta zapret, chunki o'zini sostavdagi gialuronoviy kislota umuman ko'z tagini to'ldirgani bilan отекка ham moyilligini oshiradi. Shunaqa bo'lyapti-da, ko'p rosa qoladi. Bilasiz, mashhur preparatimiz mana oldingizda turgan Natural B, buni sostavda peptid. Peptidlar har bitta mana bu terisiga, tkanlariga, mushaklarga juda ham омолаживающий effekt bergani uchun o'sha zonani to'ldirib beradi. Xuddi mana fillerdagi gialuronoviy kislota yo'q bo'lgani uchun, demak, ham muammo yechiladi, ham ertaga u osilib qoldi, to'lib qoldi, yana eritish kerak degan muammo bunda yo'q. Совершенно верно. То есть bu nima beradi? Bu накопительный effekt. Qancha buni to'g'ri sloyga yuborsangiz, shuncha sizni teringizni to'qimalarini to'yintirib beradi va омолаживающий effekt beradi, накопительный effekt beradi va перерастяжение тканей qilmaydi. Aka, bu juda muhim, bu juda kerak edi bizga. Наконец-то bizga yetib keldi bu narsa, kirib keldi.
Bu biz uchun juda muhim va klientlarimizni yuz anatomiyasini tabiiy uslubda hech qanaqa ertaga bezarar bo'lgan holatini ushlab qolib va o'sha muammoni yechib berish bu juda kerak edi bizga va bu sehrli natural bizga yetib keldi. Mesha preparat bilan ishlashdi-ku Gulmira opa, qanaqa ishlashdi? Kosmetologlarga yoqdimi? Bizani preparat bilan farqini bilishdimi qizlar? Qarang, в основном Mesha Scars preparatlarimizni bu juda ham yuqori sifatli gyaluronoviy kislota. Bu yerda ikki xil gyaluronoviy kislotasi bor, высокомолекулярный va очень высокомолекулярный masса. Buni связующий agenti hech qanaqa отек va gidrofilniy effektini bermaydi. Поэтому bu именно epidermis yo'q, именно ustki qavatda ishlab beradigan filler. То есть bizda aknedan qolgan rubetslar bor. Gipertrofический rubsiy deyiladi. Masalan, chuqurcha, masalan, odamlar keladi-ku, ayniqsa yunnishlar va qizlar, "Mana notekslarga nimanga to'ldirib bering" deydi. Bunaqa preparatlar juda ham kam bo'lgani uchun Mesha Scars именно shu muammoga chiqargan preparatimiz zo'r. O'sha teshikchalarni yopib beradi. Полностью, ha, masalan, shlifovkalardan keyin qo'llasangiz bo'ladi yoki masalan, уже akneni полный tuzatib bo'lganingizdan keyin faqat rubetslarga. Bu epidermis qavatida именно красота на кончике иглы degan такой anaqasi bor, devizi bor. Bu fillerimizni bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Kecha bizda master klassda именно mana shu preparat bilan ishlash texnikasini o'rgatdingiz. Hattoki qizlar aytdiki, buning ichidagi ninasi ham boshqacha ekan. Biza boshqa fillerlarda aynan nina ham sotib olardik. Ham filler, как bu suv yig'maydi. Bu suv yig'maydi. Совершенно верно. Da, bu suv yig'maydi. Undan tashqari o'zini ninasi o'ziga shunaqa mos, qo'lga shunaqa qulay keldi va yuzda umuman achchiq bermasdan shunaqa chiroyli ishlab berdi. Hatto ninasigacha shuni sezishdi-da qizlar. Haqiqatan ham juda ham komfortli, juda professional ekanligini. Конечно, ninada ham masalan bu bizani instrumentimiz. То есть ninani zatochkasi, uni metali ham juda ham muhim kosmetologiyada. Mana ko'p eshitamiz, mezoterapiyadan keyin dog' qoldi, pigmentatsiya bo'ldi. То есть разрыв тканей nina kirayotganda siz повреждение beryapsiz. Повреждение bergandan keyin asoratida masalan mikropigmentatsiya bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'sha ninani zatochkasi bizga ham juda ham muhim. Ayniqsa shram joylarda ishlash yokida именно labimizni kisetniy mashinalarni to'g'irlashda bizga yordam beradi. Hech qanaqa buni men kecha buni kecha shuni aytib o'tdingiz, men juda ham xursand bo'lib, o'zim uchun ham juda kerakli narsa ekan devordim. Nima uchun? Chunki buni ham labda, ham labni atrofidagi marshinalarning ustida siz gapirib o'tdingiz. O'sha haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Haqiqatan ham shunaqa ishlaydimi? Совершенно верно. O'zingiz ham ko'rdingiz master-klassda qizlar oldim, da gapirmang. Да, так, периоральной zonada, конечно, bizda носогубка ko'p muammoda uchraydi. Kisetniy mashina yoki masalan, именно marionetka впадать qiladi. Biza masalan filler qo'yadigan bo'lsangiz, suvchisi yoki masalan profiliga qarasangiz, такой некрасивый profil bo'lib qoladi va bu zonamizni qatdan утяжеляться qiladi. Ну, ko'p o'zini hurmat qiladigan, o'zi tushunadigan odam menga filler kerak emas deydi, lekin to'ldirib bering deydi. Da. Вот. И biz voluminizatsiya uchun, конечно, Scars'ni tavsiya qilamiz, chunki во-первых, o'ziga suv yig'maydi, во-вторых, yuqori tkanlarda ishlab beradi va buni texnikalarini men kecha ko'rsatdim. Bemalol bilmaganlarga ko'rsatsangiz bo'ladi o'zingiz ham. Bu прямой Inestetics bergan protokollar. Вот. И eng katta muhim, mana yosh katta odamlar, onaxonlarimizni ko'ramiz, ularni sal qattiqroq filler qilib qo'ysa, yuziga mos bo'lmaydi o'shalar. Menda kisetniy mashina tushib qolgan yoki sinib qolgan joylarini to'g'irlab bering deydi. Bir xil kosmetologlarning qo'lida bor fillerni qilishadi, lekin qattimligi to'g'ri kelmasligi mumkin-da. И прямое лечение kisetных морщин bu Scars yordamida to'g'irlanadi. Okay. Bu kosmetologlar uchun juda muhim, chunki bizlarda klient qarang, bo'shliqlarni to'ldiring, ajinlarni ketkizing, lekin filler qilmang. To'g'ri. Voy, shunaqa holatlarda kosmetolog уже yechim topish kerak.
unga ham zarar bermasdan ham filler qilmasdan lekin o'sha bo'shliqni to'ldirib berish kerak. Biz uchun bu misha judayam xuddi bir haqiqatdan ham sehrli Bu bir tayoqchaday yetib keldi-da dunyoni bizga. standartlariga mos keladigan filler butun dunyo bo'yicha уже qo'ttilar haqiqatdan ну как бы Да. уже не в тренде Уже tabiiylik trendda, tabiiylik qayta deyishadi-ku. ham uvajneniyasi Da, zo'r bo'ladi. yana bittagina savolimga javob bersangiz, bu bizni kosmetologlarimiz uchun ham juda ham muhim, и muxlislar uchun ham juda ham muhim. Mana bu yuzda ajinlar paydo bo'lganda klientlarda ham ozgina ayb bo'ladi. Mana ajinlarimni ketkazib bering deyishadi. No, lekin mana siz kecha shunaqa o'rgatyapsiz, yangi metodikalarni, tabiiylikni ushlab qol. Ba'zida bizni ayollarimiz ko'proq dumaloq yuzlilar bo'lishadi. Atyochniy, unaqa semizroq, jирный bo'lishadi. No, biz ularga tushuntiramizki, sizni yuzingizdagi oldin atyoklarni, shishlarni ketkazib, tozalab, da undan keyin ajinlar ustida ishlashimiz kerakligini mana yangi texnikada sizdan o'rganib, уже biz shuni tavsiya qilib boshlayapmiz va buni уже qilib boshlaganimizda haqiqatdan ular juda yosharib ketishyapti. Chunki tozalangan terida shish va atyoklar, yog'lar eritilgandan keyin uni ustida ishlash prosta ular juda yosharib ketganidan hayron bo'lishyapti. O'sha haqida ozginagina yoritib bersangiz. Nargiz opa, har bitta protsedurani o'zini joyi bor. Kosmetologga kelganda qaysi bir eng zo'r protsedura qilib bering, men yosharib ketay deyishadi. O'zini unaqa bo'lmaydi. Kosmetologiyada ham o'zini terapiyasi bor. Etapma-etap o'sha joyga boramiz. Har bitta shagimiz muhim. To есть bizni terimizni tozalashdan va uni yengillatishdan boshlaymiz. Va bu ozgina vaqt oladi. Qadrli. Keyin bizda professionalniy produksiya bor. Uyda patsientingiz nima ishlatayotganiga ham bog'liq. Bu juda muhim, a? Sizda такой yuqori sifatli, juda ham yaxshi protsedura olgandan keyin uyda sal allergiya beradigan yoki to'g'ri kelmaydigan mahsulot ishlatsa, u bir-biriga to'g'ri kelmasligi mumkin. Обязательно bizni домашний uходda ham korreksiya qilishimiz kerak. Bu juda muhim. Ahamiyat berasiz. Siz aytgan tipajdagi odamlar haqiqatdan baqbaqam bor yokida masalan nasagubkam juda ham osilgan, shochkalarim yoqmayapti, ixchamlashtirib bering yuzimni desa, boya aytganimdek adiposkulturirование degan protseduramiz bor. Bu ikki xil preparatda qilinadi. Bu preparatlarimiz drenajniy preparat. То есть hamma yig'ilayotgan atyoklarni chiqarib, mushaklarga nima desa bo'ladi, mushaklarni полностью lifting beradigan protsedura. Bu protseduradan biz, конечно, juda ham ko'p odzivlar eshitganmiz. Tayyorlanayotgan paytda mana masalan mit qo'yamiz yoki toksin qo'yamiz yoki filler bilan to'ldiramiz deymiz. Tayyorlanayotgan paytda уже shu protsedura shunchalik yuzimizdan ochib beradiki, bir xilda yuzni torttirib ozdirishda kerak emas ham bo'ladi. Shunchalik, chunki haqiqatdan ham buni qilinganini men o'zim darsingizga borib Toshkentda ko'rganimdan keyin u terida yog' qolmagan, osilish qolmagan. Men aytdim, bunda nit bilan tortlaringmi shunda deganimda biz nit ishlatmadik hali. Biz yog'larni eritib, boyagi shish atyoklarni olib tashlaganimizdan keyin o'zi shunaqa bo'lib qoldi deganda men hayron bo'ldim. Shunaqa original effekt chiqqandi. Biz bitta narsani qo'yamiz, mana shunaqa, lekin sal mana bu ixchamlashtirgandan keyin qaysidir protseduraga masalan уже tayyorlanamiz, lekin bu shunchalik lifting beradiki, что уже muhtoj ham bo'lmaydi. Даже muhtoj qolmaydi. No, lekin aynan mana shu ikkita preparat orqali keyingi muolajalarga, demak, yuzni tayyorlash juda chiroyli effekt, natijali effekt. Ну, kosmetologический terapiyada bu. Da, anakay, buning uchun ham ozgina vaqt kerak bizga. Albatta, bundan keyin keyingi muolajalarga, demak, yuzni tayyorlab beruvchi. Aytib o'taman, doza зависимый результат. То есть har bitta patsientga o'zini kerakli miqdorda dozasini qilasiz. То есть biz 1 gram, 2 gram emasda, o'zini kerakli natija uchun albatta kerakli miqdorda anachi shashlik chiqarish uchun hamchi pomidordan chiqara olmaysizda, o'shani berasiz. Go'shtini haqqini shunaqa chiroyli fukus kelib chiqadi. O'shanga o'xshab, demak, dozani urmasdan kerakli miqdorda qilib va buni ham kurs qilib olishadimi? Ha, soвершенно верно. Ha, 2 dan 4 gacha yuz muammosiga qarab. Aha, 2 haftada bir marta taklif qilasiz patsientingiz. Bunga darsimiz nima mavzusida bo'ladi? Xudo xolasa, siz 2 kunga kelgansiz. Bugun ham sizdan juda ham ko'p ilmlarni olishga biz tayyormiz.
Aquashine yettita texnikalaringiz, juda ham sehrli texnikalaringiz bor. Umidvormiz uni ham bo'lishingizga va undan tashqari konturli plastika, aynan fillersiz bizani yuzimizni bo'shliqlarini to'ldirib berish texnikalaringizni kutib o'tiribmiz. Shular haqida ham ozginagina yoritib bersangiz. Endi Aquashine bu biorevitalizant, bu bioaparat, то есть antioksidantный действие beradi, terimizni полностью yoshartirib beradi va namlantirib beradi, to'yintirib beradi. Uni, конечно, yuvarayotgan texnikamizga bog'liq. Texnika qanaqa tanlanadi? Patsiyentni muammosiga qarab. Aquashine 3 xili bor, bilasiz. Eng такой продвинутый, eng знаменитый preparatlardan biri, конечно, birinchisi Aquashine Classic. U обезвоженный va quruq teri uchun qilinadi. Uni xususiyati qanaqa? Terimizni yoshartirib beradi, namlantirib beradi, to'yintirib beradi. Biorevitalizatsiyani effektini berib, terimizni yoritib beradi. То есть Aynan mana shu blesk yo'q, tuzqliman desa tavsiya qilsa bo'ladi. Va buni necha yoshdan tavsiya qilsak bo'ladi? Уже muammolar boshlagandan, Demak, 20 yoshdan aytsak bo'ladi. Hammani har xilda individual xususiyatga bog'liq. Masalan, hammani organizmi har xil. И уже talabiga qarab Demak, yosh 20 yosh bo'lsa-yu o'shanda o'sha muammo bor bo'lsa, biz Aquashine Classicni bemalol tavsiya qilsak bo'ladi. Да, bu безопасно. Aquashine mana shu PTX, ya'ni mana shu haqida ham ozginagina ma'lumot bersangiz. Bu Aquashine bu уже yosh tanlaydigan preparat yokida mayda ajinlari ko'p patsientlar uchun mo'ljal qilingan. Bu preparatlarimizni shunaqa xususiyatga egaki, mayda ajinlarni yoki bujmaygan terimizni prям yoyib beradi, ochirib beradi va tonusini qaytaradi. Keyin meni eshitishimcha bunda juda ham ko'p narsa bor, hattoki botoks effektini ham berishadi deydi. Boshqa narsalar qilish shart emas deyishadi, shu to'g'rimi? Ha, qarang, botoks effekt deganda u именно relaksant, то есть расправление deydi, faqat terisiga, то есть mushakligi emas. Mushakligi, masalan, teri ustiga. Da, toksin sizlarga mushakligi движение qilib, mana bu расслабление qilgandan keyin biza o'sha botoks effekt deganda patsient sal adashadi. Bu расслабляющий effekti terisini problemasiga qarab qilinadi. То есть mayda ajinlarni juda ham chiroyli yoyib beradi. O'shasi bilan demak klassikdan bu farq qilinar ekan. Конечно, да. И в основном buni yoshi kattaroq odamlarga biz tavsiya qilamiz. Уже tonusini yo'qotgan, bo'ynida va dekoltesida tonusi nima deydi, уже такой bujmaygan terisi bo'lsa, o'shalarga yaxshi. Lekin buni обязательно kurs bilan qilish kerak. Kurs bilan olish uchun, kerak. да. Juda ham yaxshi. Shpritsimizni, конечно, juda ham такой anaqa, nima deydi, 2 grammli. Bemalol bitta odamga yetadi. Endi bizga mana shu bugungi mavzu, ya'ni konturli plastika prostorlar haqida ozginagina sizni charchatib qo'ydim, lekin juda qiziq biz uchun, chunki o'zimiz uchun ham ozginagina shuni yoritib bersangiz. Ya'ni mana shuni nasa gubka, brilya, височный час, nasa слез haqiqatan ham shuncha joyga bitta o'zi mumkinmi? Совершенно верно. Boya aytganimdek, mana biz в принципе nimasiga qarashimiz kerak, sostaviga qarashimiz kerak-da preparat. И preparat peptidniy bo'lgani uchun, bizga легкий voluminizatsiya bergani uchun va накопительный эффект bersa, конечно, biz уже соответственно височный частьni bemalol to'ldira olamiz. O'tda gyaluronka yo'q, masalan, bizga hech qanaqa sosudlarni ezib qo'ymaydi va faqat lifting effekt berib, yoshartirib beradi. Yoshartirib beradi. Tabiiy uslubda, hech qanaqa filler emas. Совершенно верно. Да, nosogubkaga eng katta muammo, hamma nosogubkasini 15 yasharli qizlar ham на самом деле nosogubkasi yoqmaydi. Вот, поэтому nosogubkani ham to'ldirsangiz bo'ladi. Yaxshi ko'rgan bilasizmi, mana kosmetologlarning yaxshi ko'rgan texnikasi bor, 5 точек deyilgan. Bolusni qilinadi va посвязкам qilinadi. U texnikada ham ishlatsa bo'ladi bu preparat. Даже 5 точкаga ham ishlasa bo'ladi. Да. И buni, конечно, hajmi ham katta. Da, ha. Demak, bizlarda mana bu ikkita preparat bilan yuzlarimizni atyoq va shishlarini ketkazib olib, undan keyin bo'shliqlarni to'ldirsak, biz patsientimizni haqiqatan ham tabiiy holda uni
yoshartirib bera olar ekanmiz. Совершенно qarang, и masalanchi, сразу to'ldiradigan bo'lsangiz, agarda сроgi qanchaga yetadi deydi любой pitsient, Ha, sal kamroq yetishi mumkin. O'zini qilsangiz, qo'shimcha bu qilib preparat bilan boyagi aytganingizdek qiladigan terapiya va uzoq vaqtga yetadigan darajaga Ha, yetkazasiz. albatta bizlarni kuzatayotgan hamyurtlarimiz, opa singillarimiz kosmetologiyada ham juda ham chiroyli va natijali va tabiiy effekt xohlasangiz, albatta kurs qilib, muammolarni oldin tozalab, chiroyli qilib, undan keyin bo'shliqlarni to'ldirsak, siz xohlagan natijani biz olib chiqib bera olar ekanmiz tabiiy uslubda. Qanday? Tabiiylikni ko'p gapirdim, chunki e'tibor beringlar, tabiiylik qaytdi. Rahmat. Kattakon rahmat vaqtingizga rozi bo'ling. Shuncha Sog' uzoqdan bo'ling. kelib 2 kunlab mana shu yerga turib dars beryapsiz. Albatta bu biz uchun juda qadrli va sizni albatta biz yana kutib qolamiz. Bizning kosmetologlar faqat yuqori sifatli preparat ishlatishidan biz xursandmiz. AB Cosmetics har doim mana Gulnar Jahongirovni bilsangiz agar, faqat o'zimizni respublikaga eng zo'rini olib kiradi, tekshirib, eng zo'r proseduralarni, eng zo'r protokollarni, eng ведущий spikerlarni, agar mana Impactlarga borgansiz, prям мировой spikerlar kelganda ham wow deyishadi. Wow deyishadi. Haqiqatan ham shu orada aytib o'tishim kerak. Biz surxondaryoliklar nomidan albatta aytaman, Gulnora Jahongirovna va u kishining komandalariga alohida rahmat buning uchun, chunki bizlarda tabiiy va sertifikatlangan mahsulot yetkazib beryaptilar. Buning uchun alohida rahmat.